Aykoda tannarx hisoblanadigan hujjatlardan biri kirim hujjati hisoblanadi. Mahsulotlar va omborlar bo'limini tanlaymiz. Eng asosiy ma'lumotlarni to'ldiramiz. Mahsulotlar qaysi omborga qabul qilinmoqda? Masalan, oshxona ombori. Mahsulotlar qaysi ta'minotchidan kelgani? Jadval qismida mahsulot nomi va xomashyo miqdorini kiritamiz. Masalan, 20 kg olma sotib olindi. O'lchov birligi bo'yicha narxni yoki umumiy summani ko'rsatamiz. Asosiy ma'lumotlar kiritildi. Kirim hujjatini saqlaymiz. Bu holatda oshxona omboridagi olmalar tannarxi 60 so'm bo'ladi. Masalan, 5 kg olma sotib olinib, oshxona omboriga qabul qilindi. 5 kg uchun jami 250 so'm to'lanadi. Shunda 1 kg olmaning tannarxi 50 so'm tashkil qiladi. Keyinchalik olmalar yuqoriroq narxda sotib olindi. 2 kg olma 70 so'mdan. Natijada oshxona omboridagi olmalar tannarxi quyidagicha hisoblanadi. Barcha sarflangan mablag'lar yig'indisi 250 qo'shamiz +40. Ombordagi umumiy olma miqdoriga bo'linadi. Natijada 1 kg olmaning tannarxi 55 so'm 71 tiyin so'm bo'ladi. Taom sotilganda uning tannarxi ombordan chiqarilgan tarkibiy qismlarning o'rtacha qiymati asosida hisoblanadi. Shuningdek, olmalar bari uchun ham sotib olinadi. Ular bezak uchun ishlatilgani sababli qimmatroq bo'ladi. Masalan, bar ombori uchun 4 kg olma 80 so'm sotib olinadi. Omborlar alohida bo'lgani sababli hisob-kitob ham alohida yuritiladi. Texnologik kartalarda taom tannarxi barcha omborlardagi tarkibiy qismlarning o'rtacha tannarxi asosida aniqlanadi. Ya'ni, barcha sarflangan mablag'lar barcha omborlardagi umumiy miqdorga bo'linadi. Natijada 1 kg mahsulotning yakuniy tannarxi 64 so'm 54 tiyin tashkil qiladi.